Assalomu alaykum aziz yaqinlarim. Bugun biz sizlar bilan autizm sindromi bo'lgan bolalarning ijtimoiy izolyatsiyasi va uning oldini olish mavzusida suhbatlashamiz. Asosan bugungi mavzuyimizni quyidagi 3 ta reja orqali taniymiz. Bularning birinchisi autizm spektr buzilishi tushunchasi, ikkinchisi ijtimoiy izolyatsiya sabablari va uchinchisi ijtimoiy izolyatsiya oqibatlari va oldini olish. Autizm spektri buzilishi bu asosan bolalarda erta yoshdan boshlab namoyon bo'ladi. Asosan ijtimoiy muloqot, nutq va xulq-atvor rivojlanishdagi o'ziga xos farqlar bilan tavsiflanadigan nevrorivojlanish buzilishlaridan biri hisoblanadi. Asabning asosiy belgilari bu asosan ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar, ko'z bilan aloqa qilmaslik, muloqotdan qochish. Ya'ni asosan autizm sindromli bolalarda o'sha verbal va noverbal nutqlarning o'sha rivojlanish yoki rivojlanmasligi bilan ham uzviy bog'liq hisoblanadi. Nutqning rivojlanishining kechikishi yoki o'ziga xosligi. Asosan autizm sindromli bolalarda nutqning o'sha kechikishi yoki o'sha ma'lum bir tovushlar yoki so'zlar bilan birgalikda aytishi yoki o'sha qo'shib o'tishi ham birgalikda keltirib o'tilgan hisoblanadi. Va takrorlanuvchi xatti-harakatlar, bir xil harakatlarni qayta bajarish. Asosan autizm sindromli bolalarda bitta o'sha harakatni qayta aytish yoki takrorlash holatlari ko'p kuzatiladi. Bunda asosan o'sha bolalarda ularning holatidan kelib chiqqan holatda mashg'ulotlar olib boriladi. Undan keyingisi qiziqishlarning tor doirasi. Asosan autizm sindromli bolalarda qiziqishlar tor doirada rivojlangan bo'ladi. Va asosan bu o'sha bolalarning qiziqish holatidan kelib chiqishi kerak hisoblanadi. Asosan ular bitta narsaga va nimagadir qaramlik holati kuzatiladi va sensor sezuvchanlik, shovqin, yorug'lik yoki teginish ortiqcha reaksiya. Asosan autizm bolalarda o'sha shovqinga, sezgirlikka, yorug'likka nisbatan juda ham ortiqcha reaksiya bajarish kuzatiladi. Asosan ular jimjitlikda va o'zining dunyosida yashashga o'sha qaratilgan hisoblanadi. Spektr buzilishi bu asosan o'sha spektr tushunchasi nima anglatadi? Spektr bu narsaning turli daraja, ko'rinish yoki xilma-xillikdagi namoyon bo'lishi degan ma'noni anglatadi. Autizm sindromli har bir bolada turlicha darajada va turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ba'zi bolalarda yengil, boshqalarda esa ancha murakkab ko'rinishda bo'lishi mumkin. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, autizm sindromli bolalar bu kasallikdan ko'ra ko'proq rivojlanishning o'ziga xos turi bo'lib, to'g'ri yondashuv, erta tashxis va maxsus pedagoglarning yordami orqali bolalarni jamiyatga moslashtirish mumkin. Asosan o'sha autizm sindromli bolalarda qancha erta ularni aniqlab bilsak, tashxislar qancha erta qo'yilsa, ular bilan ishlash shuncha oson va qulay bo'ladi va natijaga erishish ham shunchalik oson hisoblanadi. Ijtimoiy izolyatsiya sabablari. Asosan autizm bolalarida ijtimoiy izolyatsiyaning bir nechta sabablari bor hisoblanadi. Bularning birinchisi muloqotdagi qiyinchiliklar. Autizm sindromli bolalar ko'pincha suhbatni boshlashda qiynaladi, savollarga mos javob bermaydi, muloqotni davom ettira olmaydi. Natijada ular tengdoshlari bilan aloqada chekinadi. Ikkinchisi, nutqda rivojlanishning kechikishi yoki buzilishi, so'z boyligi kam bo'lishi, gap tuzishdagi qiyinchiliklar, nutqni tushunishdagi muammo. Bu holat bolalarning o'z fikrini ifodalashga to'sqinlik qiladi va bolalar asosan o'sha o'z fikrini bildirmaganidan so'ng o'sha nutqdan ortda qolish va o'sha yon atrofdagilar bilan muloqotga kirishda qiynaladi. Autizm sindromli bolalarda asosan ko'pincha o'sha PIX kartochkalardan foydalanish kengroq qo'llaniladi. Asosan o'sha ularda o'zining holatini yoki o'sha kerakli narsalarni ko'rsatish uchun PIX kartochkalar yordamida ular bilan mashg'ulot olib borish ancha oson va ular o'ziga kerakli narsalarini bemalol sizdan so'rab olishi va tushunishi mumkin hisoblanadi. Emotsional tushunmaslik, boshqalarning his-tuyg'ularini anglay olmaydi, mimika va emotsiyalarini tushunmaydi, empatiya sust bo'ladi. Shu sababli ijtimoiy aloqalarda qiynalishadi. Ko'z bilan aloqa qilmaslik, ko'z bilan aloqa ijtimoiy muloqotdagi asosiy qism hisoblanadi. Asabiy bolalarda bu ko'nikmalar yetarli rivojlanmagan bo'ladi. Bu esa muloqotni murakkablashtiradi
va takrorlanuvchi xatti-harakatlar. Bir xil harakatlarni qayta-qayta bajarish, faqat bitta o'yin bilan shug'ullanish, o'z qiziqishiga berilib ketish. Bu ularni jamoadan ajratib qo'yadi va bola faqat o'zi bilan bo'lish bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Sensor sezuvchanlik, baland ovozdan qo'rqish, yorug'likka sezgirlik, teginishga noqulay sababli bola odamdan ko'p joylardan qochadi. Tengdoshlar bilan o'ynashda qiyinchiliklar, navbatda kutish bilmaslik, qoidalarni tushunmaslik, guruh o'yinlariga moslasha olmaslik. Natijada bola uchun o'yinga qo'shilmasligi mumkin. Asosan o'sha autizm bolalar yakka o'ynashga va o'sha guruhli o'yinlardan ko'pincha qochishlari ham kuzatiladi. Yangi muhitga moslasha olmaslik. Autizm sindromli bolalarda o'zgarishlarni qiyin qabul qiladi. Yangi joy va odamlar bilan tez moslasha olmaydi. Bu esa ularni ijtimoiy faoliyatda chetlashtiradi. O'ziga ishonchsizlik, doimiy muvaffaqiyatsizlik hissi, muloqotdan qo'rqish, o'zini chetga olish kabi holatlarni olib keladi. Atrofdagilar tomonidan tushunilmaslik, noto'g'ri baholash, masxara qilish yoki e'tiborsizlik. Yetarli qo'llab-quvvatlashning yo'qligi bu bolaning yonida yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Ijtimoiy izolyatsiya oqibatlari va uning oldini olish usullari. Ijtimoiy izolyatsiya oqibatlari bu nutq va muloqot rivojlanishining suslashuvi. Bola kam muloqot qilgani uchun so'z boyligi oshmaydi. Gapirishga ehtiyoj sezmaydi. Kommunikativ ko'nikmalar shakllanmaydi. Emotsional muammolar, yolg'izlik hissi kuchayadi. Tushkunlik, depressiya holatlari paydo bo'lishi mumkin. Xavotir darajasi ortadi. Ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanmasligi do'st orttirishda qiynaladi. Jamoada ishlash ko'nikmalari shakllanmaydi. Ijtimoiy qoidalarga tushunmaydi. Xulq-atvor muammolari, agressiya yoki o'ziga zarar yetkazish holatlari, jahldorlik yoki keskin reaksiya yoki passiv xulq. Ta'limdagi qiyinchiliklar, dars jarayonida faol ishtirok etmaslik, topshiriqlarni tushunishda muammolar, o'qishga qiziqishning pasayishi. Ijtimoiy izolyatsiyaning oldini olish usullari bu asosan erta tashxis va aralashuv, muammolarni erta aniqlash, logoped, psixolog, defektolog bilan ishlash, individual rivojlanishda dastur tuzish, muloqotni rivojlantirish, oddiy va aniq nutqdan foydalanish, savol-javob mashqlari, ko'z bilan aloqa o'rgatish. Ijtimoiy o'yinlar, mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, masalan, do'kon, mehmon, guruhli o'yinlar orqali ijtimoiylashuv, navbat kutish va qoidalarni o'rgatish. Vizual alternativ kommunikatsiya, rasmli kartochkalar, kundalik jadval, vizual reja, Pix orqali muloqot. Ota-onalar bilan faol hamkorlik, uyda muntazam mashqlar, bolaga sabr va qo'llab-quvvatlash va o'sha bolalar bilan bolaga o'sha xos muhit yaratib berish va ular bilan ishlashga qaratilgan hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim muhitini yaratish, tengdoshlari bilan o'qitish, kichik guruhlarda ishlash, ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish, bolalar uchun o'zi uchun kerakli joylarni topib berish, ijobiy rag'batlantirish, kichik o'sha yutuqlarni ham maqtash, motivatsiyani oshirish, ijtimoiy faoliyatni qiziqtirish hisoblanadi. Va autizm bolalar bilan ishlash jarayonida ular uchun kerakli har bitta o'sha individual rejami, yakka tartibdagi rejami, guruhli rejami bolani holatidan kelib chiqib, ular uchun xos va kerakli o'sha mashg'ulotlar bilan yoki ishlar bilan boshlash kerak deb hisoblanadi. Bugungi qisqacha mavzuyimiz shundan iborat edi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr.